Sport bu nafaqat musobaqa, balki sog'lom hayot tarzi, kuchli iroda va yuksak ma'naviyat timsolidir. U insonni faollikka, jamiyatni esa birdamlikka undaydi. Shu bois yurtimizda sportni ommalashtirish va aholini sog'lom turmush tarziga keng jalb etish davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. Prezidentimiz raisligida o'tkazilgan jismoniy tarbiya va sport sohasidagi ustuvor vazifalarga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishidan so'ng mamlakatimiz bo'ylab bu yo'nalishdagi ishlar ko'lamini yanada kengaytirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan Buxoro viloyati Romitan tumanida ham sportni rivojlantirish bo'yicha aniq maqsadlar belgilab olinib, chora-tadbirlar rejasi qayta shakllantirildi. Muxbirimizning navbatdagi lavhasida shu haqda batafsil so'z boradi. Sport bu faqat musobaqa emas, balki sog'lom turmush tarzi, intizom, vatanparvarlik va mamlakat nufuzini namoyon qiladigan katta kuch. Davlatimiz rahbarining ushbu so'zlari asosiy shiorga aylangan Romitanda ham prezidentimiz tomonidan o'tkazilgan video selektordan so'ng maqsadlar yanada kattaroq olindi. Avvalo, ta'kidlash lozim, bugungi kunda mamlakatimizning barcha hududlarida bo'lgani singari mazkur tumanda ham oxirgi yillarda sport infratuzilmasini yaxshilashga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirildi. Birgina Peshku tumaniga tutash mahallada Mirishkor sport majmuasining o'tgan yili 1,5 milliard so'm mablag' evaziga qayta ta'mirlanish hisobidan jamoaviy sport turlari bilan shug'ullanuvchi yoshlar soni karrasiga ortdi. Bundan tashqari, tuman markaziy o'yingohi bugun minglab romitanliklarning sport bilan muntazam shug'ullanishi uchun zamon talablari asosida ta'mirlandi. Shu joyning o'zida yakkakurash turlarini rivojlantirish maqsadida yangi markaz foydalanishga topshirildi. Albatta, bularning barchasi bajarilgan ishlar. Prezidentimizning belgilab bergan galdagi ustuvor vazifalari esa bu ko'lamni yanada oshirishni taqozo etmoqda. Joriy yilning 7-aprel kunida hurmatli prezidentimiz xalqimizni sportga qiziqishni yanada keng ko'lamda ishlash bo'yicha chora-tadbirlarni belgilab berdilar. Mana hozirgi kunda 155 ming Romitan tumanidagi aholini 60%ni sport bilan shug'ullantirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Hozirgi kunda 41% aholimiz sport bilan shug'ullanyapti. O'zimiz ham mana shanba kunini belgilab oldik. Barcha tashkilotlarga chora-tadbir qilib berdik. Bu faqat tashkilotlar orasida emas, barcha mahallalarda, maktablarda sport bilan shug'ullanishni joriy qilib boryapmiz. Hozirda umumiy aholining 63 mingdan ortig'i ommaviy sportga jalb qilingan. Yil oxirigacha esa bu ko'rsatkichni 90 mingga yetkazish uchun barcha resurslar, kerakli sharoit mavjud. Rahmat prezidentimizga keyingi paytlarda ana shu insonlarni, ya'ni xalqimizni mana shu sog'lom turmush tarziga katta e'tibor berdilar. Men masalan o'zim 6 yildan beri mana shu sport bilan shug'ullanaman. Masalan, men o'zim belgilab olganman. Bu yerda belgilab olganman. Mana shu kunning o'ziga men shu yerning o'zida 6,5 kilometr yurib ketdim. Rejam bor, har kuni 14-13 ming qadam yurish. 13-14 ming qadam yursangiz, bunda hech qanday sizga dori ham kerak bo'lmaydi, kasalchilik ham bo'lmaydi, hech narsa ham bo'lmaydi. Faqatgina o'ziz ruhingizni ko'tarasiz. Romitan o'yingohida yaqinroq joyda turaman. Shu kechqurunlari ba'zan chiqamanda, bir o'sha aylanib, bir sog'lig'imni tiklayman, kayfiyatimni ko'tarib olaman degan maqsadda chiqqan paytimda shu guras yuradigan nuroniylarni ko'raman. Bu degani, demak, sport qaytdi degani. Bu degani odamlar tushunchalarida dori-darmon bilan emas, sport bilan o'zini sog'ligini tiklashi mumkin, umrini uzaytirish mumkin degan tushunchalarni qayta rivojlanayotganligini mevasidir deb o'ylayman. Shu ularga qarab havasim ketadi kishini. Yoshlar bilan suhbatlashsam agar har birining yuragida men chempion bo'laman, men ertaga sport bilan yurtimni, dovrug'ini dunyoga tarataman degan tushuncha bilan yashaydiganlarni juda ham ko'pligini ko'rish mumkin. Tumandagi sport maktabi, olimpiya va milliy sport turlari bo'yicha ixtisoslashtirilgan maktab internatlari ham bugungi kunda qamrov jihatdan viloyatda yetakchilar qatorida turadi. Hatto yakkakurash turlari bo'yicha viloyat va mamlakat terma jamoalarining salmoqli qismi romitanlik polvonlar hissasiga to'g'ri kelmoqda. Bugungi kunda tumanimizda 24 ta sport turi bo'yicha sport seksiyalari ochilgan bo'lib, ularning 18 tasi olimpiya sport turi, 4 tasi paralimpiya va 2 tasi milliy sport turlari bo'lib, ularda hozirgi kunda muntazam ravishda shug'ullanishlari 2600 dan ziyod. 2025 sari hisob qilib oladigan bo'lsak, 18 ta oltin, 26 ta kumush, 28 ta bronza medallarni qo'lga kiritdik. Muhtaram prezidentimiz o'tkazgan selektorlarda qilishimiz lozim bo'lgan aniq vazifalarni maqsad qilib oldik. Bu imkoniyatlar albatta yoshlarga kelajakda sportga hamda sog'lom bo'lishi uchun katta zamin yaratadi. Aholining ommaviy sport bilan shug'ullanish va jismoniy faol bo'lishini ta'minlash maqsadida tuman tibbiyot birlashmasi bilan ham keng hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Yangi ishlab chiqilgan tizimga ko'ra to'g'ri ovqatlanish, kundalik sport mashg'ulotlari turi va vaqti bo'yicha yo'riqnomalar ishlab chiqilmoqda. 42 ta mahallamizda barchasida
xonadonbay, mahallabay asosida biz tibbiyot tizimi bo'yicha ishlarni tashkil etganmiz. Har bir xonadonga kirib, mana shu sog'lom turmush tarzini targ'ib etuvchi va sog'lom ovqatlanishni targ'ib etuvchi ishlarni amalga oshirganmiz. Har bir xonadonda har bir fuqaroni kasalligidan kelib chiqib taomnomalarini tuzib berganmiz. Sport inshootlarini qurish bo'yicha Romitanda shu mahalga qadar homiylarni jalb qilish, tadbirkorlik subyektlari bilan birga ishlash bo'yicha alohida tajriba bor. Sababi barcha mahallalarda shunga yarasha talab mavjud. Bu yo'nalishda ham ishlarni yanada jadallashtirish masalasi bugun tuman mutasaddilarining asosiy vazifasiga aylangan. Joriy yilda 10 ta sport maydonchalarini tashkil qildik, 4 ta yangi sport zallarni qurdik. Mana shu yerda ko'rib turganimizdan mana shu yangi sport zal xususiy sektor masalasida ham tadbirkorlar bilan gaplashib, mana shu sport maydonchalarini ko'paytirish bo'yicha o'zimizga chora-tadbirlarni belgilab oldik. Hurmatli prezidentimiz tomonidan berilgan topshiriqlarni sport bo'yicha barcha ishlarni amalga oshirish bo'yicha Romitan tuman hokimi sifatida yil yakuniga qadar tumanimizda 60% aholi sport bilan shug'ullanishini ta'minlayman. Bugun tumanda yillik taqvim asosida sportning barcha turlari bo'yicha mahalliy birinchiliklar rejasi qayta shakllantirildi. Unda aholining barcha qatlamlarini sportga kengroq jalb qilish bo'yicha 14 ta sport turidan musobaqalar o'tkazilishi belgilandi. Bundan tashqari barcha idora va tashkilotlar alohida kun doirasida ishchi xizmatchilarni jismoniy faollikka chorlash bo'yicha tizimli ishlarni tashkil qiladi. Pirovardida ko'zlangan maqsadlarga erishish uchun imkoniyatlar yanada ortadi.